ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlar nemi üçün arkada kaldı? Bu uzundan beri meni oylandırıp kelavatkan ve yaşlar tarafından davamlıq soruluvatkan bir sual. Demisimi bu yolluq bir sual. Çünkü biz arkada qalish sebebimizni ve onun amillerini tonup yetalisek, yeniden bir çıkış yolu tapalaydık. Şuna bu dersimizde Müslümanlar nima üçün arkada kaldı degan meselenin asosiy tushunchaları haqida to'xtalamiz. Avval shuni eskartib o'tishim kerakki, arkada qolgani islom emas, balki musulmonlardir. Çünkü İslam dini Allah tarafından saqlangan, mengü kemtiklikten xali bir dindir. Onunğa hech qandaq bir tarafdan batıl yiqilisha olmaydi. Allah bu haqda Qur'oni Karimda mundaq deydi: İnna nahnu nazzalna-z-zikra ve inna lahu lahafizun. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik ve çokum onu biz qo'g'daymiz. To'g'ri, hamma orqada qoldi. Ammo barliq islom davlatlari emas. Chunki ba'zi islom davlatlarida az to'la taraqqiyot mavjud. Chekinish hamma sohaga umumyuzlik yamridi. Ammo barliq musulmon davlatlaridagi hamma sohaga yamrimidi. Masalan, ba'zi islom davlatlari ma'arifda taraqqiy qildi. Bazı devletler binakarlıkta terakki kıldı. Yani bazısı bolsa iqtisadda terakki kıldı. Şunlaşqa biz devletlerinin ahvali to'g'riliq emas, barliq ummatning umumi ahvali to'g'riliq to'xtalishimiz kerak. Shuni tonib yetishimiz kerakki, biz yashayotgan chekinish davri musulmonlar duch kelgan tunji chekinish davri emas. O'z vaqtida Andalus hujumga uchraganda Ahli Salib ve Mongol hücum qilgandimu musulmonlarda chekinish yuz bergan. Tarixga yaxshi diqqat qilsak, siyosiy chekinish bilan xalqning chekinishining farqi bor. Chekinish o'zliksiz davom qilmaydi. Har doim siyosiy jihatdan chekinish yuz berganda, xalqdimi chekinish yuz berib, madaniyatda orqada qoladigan ish bo'lmaydi. Umaviy ve Abbasiylarning qattiq davolg'ish ve ichki to'qinish davrlarida xalqning madaniyati qattiq gullangan bo'lib, 4 mazhab peshvosi boshliq nurg'un olimlar har qaysi sohalarda shu davrda yetishib chiqqan. Demak, siyosiy taraqqiyot bilan madaniyat taraqqiyoti bir-biridan farqli ikki hukmdir. Ba'zilar orqada qolishimizning sababini ijtimoiy faoliyatdagi pasivlik deb qaraydi. Albatta, ijtimoiy hayotimizdagi namoz, ro'za ve Allah'a yüzülüşünün suslab getishi, axloqimizning nacharlashishi, ota-onaga yaxshilik qilmaslik ve ayollarga zulm qilish qatorliq axloqsizliklar, shundaqla qatnash qoidasiga bo'ysunmaslik, pokizlik ahamiyat bermaslik ve ajrashishning ko'payib ketishi qatorliq safosizlikdan kelib chiqqan bir qator ishlarning hammasi orqada qolishimizning sabablari. Ammo cho'nqur o'ylanadigan bo'lsak, orqada qolishimizga sabab bo'lgan ishlar boshqa bo'lib, yuqorida tilga olib o'tgan ishlar orqada qolganligimiz keltirib chiqargan ochiq reallikdir. Ba'zi kishilar orqada qolishning sabablarini dushmanlarga döngep qo'yadi. Ummat dushmanning mustamliki va dushmanning to'salg'i bo'lishi sababli orqada qoldi deyishidi. Amaliyotda dushmanlarimiz bizni orqada qoldira olmadi. Ammo biz
ruhiy jihatdan ojizlashganda hozirgidek orqada qoldik. Allah Qur'oni Karimda mundaq deydi: "Qul huwa min indi anfusikum." Aytqinki, u, ya'ni ishning natijasi sizlarning o'zinglardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga yeris bo'lganliginglardan bo'ldi. Ya'ni ba'zilar orqada qolishimizning sababini harbiy va iqtisodiy jihatga ojizlik deb qaraydi. Amaliyotda bularmu orqada qolganligimizning natijasidir. Ya'ni bir qismlar orqada qolishimizning sababini aqidada xatolashganligimizdan deb qaraydi. Albatta, sog'lom aqidamizni buzish uchun harakat qilayotgan din dushmanlari mavjud. Ham ba'zi buzuq aqidadagi kishilar ham mavjud. Lekin umumiy musulmonlarning asosiy aqidasi yana sog'lom. Bu yerda aqida bilan taraqqiyotning nima munosabati bor? Binokorlik, sanoat, olam qatnashi qatorliq taraqqiyotlarni boshqalardan o'rganish tamoman mumkin. Koreya, Yaponiya shirkatlari pul tepish uchun eng yaxshi mahsulotlarni ishlab chiqardi. Ular shaharlashda taraqqiy qilib madaniyat ilgirlab ketdi deb o'zimizni aldamasligimiz kerak. Shaharlash bilan madaniylashish bir-biridan farqli narsa. Yana ba'zilar hammaning sababi mustamlik deb qaraydi. To'g'ri. Mustamlik bizni necha yillardan beri orqada qoldirdi. Ammo u yanala orqada qolishimizning asosli sababi emas, balki orqada qolganligimizning natijasidir. Hatto dushmanimizga yordam berayotgan hukmronlarmi orqada qolganligimizning natijasidir. Asli kasal ular emas. Undaqda bizga chaplashgan kasal nima? Orqada qolishimizning sababi nima? Bu haqda Allah xolisa oldimizdagi darsda so'zlaymiz. لبيك إن الملك